Cobalt. Bugün sizlere style Cobalt koyup etaman. Birden like'ni basıp abone olsun, filan basıp koyarsa bizning podvalda durgan mashinalarımızdan birisi bu. Toza, paçki 2 günlük mashin. Like basıp bersangizlar, abone bo'lsangizlar, kim yaxshi niyatda bir şu videomuza ko'proq like bassa, albatta uning uyida bundan ham yaxshi mashinalar bo'lsin. Lekin bu mashina ham gap bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston va Qozog'istonni bilasan, blogerlarni hozir men ko'ruvim bo'yicha bir 90% shu Cobaltni maqtab video chiqarib turibdilar. Qozog'istondan hamma videosi bor. Endi O'zbekistondan ichkarida emas, biz ham O'zbekiston Respublikasida o'zimiz yurtimizda eng suyukli mashinalardan birisi. Pakki Cobalt bo'ladi. Masla mashin. Oksvet eng ko'p obzor etgan mashinalarimdan birisi shu meni Cobalt avtomashinasi bo'ladi. 137 km yurib turibdi, ko'rib turibsiz. Masla mashin. 12 YouTube kanalına ve Instagram kanallarına abone olup qo'ysangizlar, xudo xolasa shu mashinani sizlarga savdo qilib beraman. Shaxsan men o'zim aloqasi sozlar bo'ladi. Narxi 160 million so'm. Birdan like-ni bosib berib, abone bo'lishni knopkasini bosib qo'yishni so'rab qolaman. Style. Menga 2 nomerni bosib berish kerak ekan. Do'stlar, bu shu spravkada turibdi. 160 million so'mdan kelishib beriladi. Like bosamiz. Cobaltçılara, Cobalt legenda degan ularga yuborib qo'yamiz. Kommentariyaga Cobalt legenda degan so'zni yozib kelishni esdan chiqarmanglar.